Yoz 2026 mavsumini ko'ngildagidek o'tkazish hamda oromgohlarda dam oldiriladigan bolalarning ilmiy va ijodiy salohiyatini rivojlantirish, vatanparvarlik, yurtga sadoqat ruhini shakllantirish, ularning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish maqsadida xalqaro tajriba va milliy qadriyatlarimizdan kelib chiqib ishlab chiqilgan yangi O'zbekiston oromgohlarida o'tkaziladigan 12 kun namunaviy dasturda belgilangan tadbirlar yuqori darajada tashkil etilmoqda. Bu bo'yicha yo'l xaritasining 8-kuni Mohir qo'llar kasb-hunar kuni etib belgilangan. Dasturga muvofiq Mohir qo'llar kasb-hunar kuni doirasida Buxoro shahar kelajak markazi tomonidan Buxoro shahridagi Zakovat va Buxoro bolalar sog'lomlashtirish oromgohlarida Men sevgan to'garak tanlovi, kasblar festivali hamda Sharq bozori ko'rgazmasi tadbirlari tashkil etildi. Bundan tashqari munchoqli bezak, shaxmat, milliy raqs, to'qish, kulolchilik, badiiy gimnastika, floristika va fauna to'garak rahbarlari tomonidan mahorat mashg'ulotlari va master-klasslar tashkil etildi. Bu kabi master-klasslarni tashkil etishdan maqsad bolalarni hunarmandchilik sirlarini dastlabki bosqichlarini o'rgatish, kasb-hunarga bo'lgan qiziqishlarini yanada oshirishdan iborat.